Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan barometrik formulalar mavzusini o'rganamiz. Dastlab bu mavzuni 3 ta rejaga bo'lib olamiz. Birinchi rejamiz atmosfera bosimi, ikkinchi rejamiz matematik ifodasi, uchinchi rejamiz esa qo'llanilishi. Atmosfera yer sharini o'rab turgan gazlar qatlami hisoblanadi. Ya'ni atmosfera tarkibida 78% azot bor. Atmosfera bosimi havoning og'irligi tufayli yer sirtiga va jismlarga ko'rsatadigan bosim hisoblanadi. Ya'ni bunda atmosfera bosimimiz 760 mm simob ustuniga teng. Ya'ni bunda atmosfera tarkibi balandlik oshganda, ya'ni havo siyraklashadi, zichlik kamayadi, atmosfera bosimi kamayadi. Tog' cho'qqisida bosim kichik, dengiz sathida bosim katta hisoblanadi. Barometr atmosfera bosimini o'lchovchi asbob hisoblanadi. Barometr turlari: simobli barometr simob ustunining balandligi yordamida bosimni o'lchaydi. Ya'ni bu klassik usul. Aniriyot barometr mexanik qurilma yordamida o'lchaydi. Keng tarqalgan va qulay hisoblanadi. Keyin Torricelli tajribasida Evangelista Torricelli atmosfera bosimining mavjudligini isbotlagan. Ya'ni uning tajriba mazmuni simob bilan to'ldirilgan naycha idishga teskari tushiriladi. Naychadagi simob ma'lum balandlikda qoladi. Bu atmosfera bosimi ta'siri bilan yuz beradi. Atmosfera yer atrofidagi gazlar qatlami. Barometr o'sha bosimni o'lchovchi asbob. Normal atmosfera bosimi 101.325 paskalga teng. Asosiy barometrik formula. Barometrik formula atmosfera bosimining balandlikka bog'liq ravishda kamayishini ifodalovchi matematik tenglama hisoblanadi. Ya'ni bu quyidagicha keltirilgan: P barobar P nolavoy ko'paygan darajasi minus mj h taqsim rt hisoblanadi. Ya'ni bunda P balandlikdagi bosim, P nolavoy boshlang'ich yer usti bosimi, m havoning molar massasi, j erkin tushish tezlanishi, h balandlik, r universal gaz doimiysi, t absolyut temperatura, y natural logaritm asosi hisoblanadi. Barometrik formulaning asoslari: o'sha gidrostatik tenglama tinch holatdagi suyuqlik yoki gaz bosimini ifodalovchi tenglama hisoblanadi. Ideal gaz qonuni ideal gaz holatini ifodalovchi qonun. Gazni tavsiflovchi asosiy munosabat hisoblanadi. Soddalashtirilgan formula, ya'ni taxminiy hisoblash kichik balandliklar uchun taxminiy formula hisoblanadi. Ya'ni amaliy hisoblashlarda qulay. Ya'ni bu yerda o'sha P teng n rt, ya'ni n mol miqdori, r gaz doimiysi, P barobar P0 minus rho h, P nolavoy boshlang'ich bosim, h balandlik bu yerda. Barometrik formulaning fizik ma'nosi: balandlik oshishi bilan bosim eksponensial kamayadi. Temperatura katta bo'lsa, bosim sekinroq kamayadi. H teng 0 da P teng P nolavoy bo'ladi. Yer sathidagi bosim himiz cheksizga intilganda P 0 ga intiladi. Ya'ni kosmosda bosim 0 ga teng. Ya'ni balandlik 5,5 kilometr oshganda atmosfera bosimi taxminan 2 barobar kamayadi. Barometrik formulalarning qo'llanilishi, ya'ni amaliy qo'llanishlarini ko'rib o'tadigan bo'lsak, aviatsiyada, samolyotlarda uchish balandligi, tashqi bosim va xavfsizlik nazorati barometrik formulalar orqali aniqlanadi. Meteorologiyada, ob-havo bashoratida, siklonlarni aniqlashda va atmosfera qatlamlarini tekshirishda ishlatiladi. Altimetr balandlikni atmosfera bosimi yordamida o'lchaydigan asbob. Aviatsiyada keng qo'llaniladi. Tibbiyotda esa yuqori tog'larda bosim va kislorod kamayadi. Dog' kasalligi bu barometrik formula orqali hisoblanadi. Geografiyada atmosfera qatlami, iqlim va yerning havo qobig'ini o'rganishda barometrik formulalar qo'llaniladi. Keyin esa fizikada gidrostatika, ideal gaz qonuni va atmosfera fizikasining asosida hosil qilinadi. Bunda muhim atamalar
va barcha formulalar kelib o'tilgan o'sha atmosfera yer atrofidagi gazlar qatlami, atmosfera bosimi havoning yerga ko'rsatadigan bosimi, barometr bosimni o'lchovchi asbob, barometrik formula bosimning balandlikka bog'liqlik formulasi, zichlik birlik hajmdagi massa, temperatura jismning issiqlik holatini bildiruvchi kattalik, altimetr balandlikni o'lchovchi asbob. Ya'ni barometrik formulalar atmosfera bosimining balandligi eksponensial kamayishini ifodalaydi. Gidrostatika va Diel-gaz qonuni asosida hosil qilinadi. Balandlikda havo siyraklashadi, zichlik va bosim kamayadi. Soddalashtirilgan formulada kichik balandliklar uchun qulay. Meteorologiya, aviatsiya, tibbiyot, geografiya, fizikada katta ahamiyatga ega. Altimetr barometrik formula asosida balandlikni o'lchaydigan asbob hisoblanadi. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.